alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana yangicha duxovkalarimiz. Yangi pechkalarga yangicha duxovkalar bo'ladi. Mana arkali duxovkalar, kichkinalari, kattalarini endi inshaalloh yasayapmiz. Mana bu primerni manaqa bo'ladi hozir. Mana bu pechkani bir tomoniga bo'ladi. Bunisi tortmasi bo'ladi. Mana eshigini karkazi hozircha prosta chertoz andazasi. Bunisi ochiladi. Bunisi ayneli ham, temiri gulli ham bo'ladi. Hozir prosta andazasi karkazi. Shunga qarab yasaymiz endi inshaalloh. Mana arkali eshik, ramkasi bo'ladi buni ham. Bu arkali duxovka. Duxovkalarda hammasining ramkasi qoldi tashqariga. Mana yana yangi duxovkalarimizdan manaqa duxovka. Mana pechkani orqa tarafiga bu. Mana kichkina duxovkani o'rniga katta duxovka bilan ikkovini birlashganini qildik. Bozorda sotayotganlardan ancha uzun. 12 sm ga uzun. Bozordagi 12 sm kalta duxovka sotadi hammasi. 12 sm ga uzun. Mana ekranlari bor. Chilab shunday ekran deydigan joyda mana kichkina duxovkasi. Ularda ham ramkasi qoldi inshaalloh. Mana eshigimizni aynelik, magniporni ayneda, yana keyin temirda ikki xil varianti bo'ladi. Hammasi deyarli shunaqa arka bo'ladi. Inshaalloh sizlarga kuzatishda davom etib turing. Inshaalloh sizlarga yangi duxovkalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Inshaalloh kutib qolsa.